Hop, hammalarga salom. Sizlar bilan Defense Futbol klubi yana bizda har doimgidek challenge bo'ladi. 5 shart bo'ladi. Penalti challenge, shtrafnoy bo'ladi, long shot bo'ladi, ya'ni ko'plarni oldiga yumalatib, partiyaga zarba berish bo'ladi. Keyin burger sharti bor. Undan keyin no-look penalti bo'ladi. Hamma o'z-o'ziga bo'ladi. Men ham qatnashaman shu qatorda. Ko'ramiz kim chiroyli gollarni urib, yaxshigina bal to'playdigan. Tayyormisizlar? Boshlading. Gol. Modal basharing gurguri. Hop, hozir birinchi shartni boshlaymiz. Adashmasa penalti edi. Hozir penaltiga qarab yuramiz. Ketdik. Ketdi, yuraveringlar. Yur. Ana endi bizda shtrafni sharti bo'ladi. Shtrafnidan qadaymiz. Hop, ana endi bizda shuni ko'plarni yumalatamiz va long shot shart deb tanishtiramiz. Yetdi. Hop, ana endi 4-shart bizda burger sharti. Qornimiz ochsa endi burger yeymiz. Tayyor bo'lsanglar, go! Birajonlaring, bori, Hop, ana endi keyingi shart bizda no-look penalti bilan, no-look penalti. Qaramay turib penalti tepamiz.
kim shartda g'olib bo'lganini, challenge g'olib bo'lganini shuni raqamda ko'rib olasizlar. Bunda ko'rsatib qo'yaman. Короче, balla chiqib turibdi o'zi. Nechta gol urilgan, hammasi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar xullas. Keyingi videolarda qanaqa shartlar bo'lsin, qiziqarli nimadir yozinglar xullas. Короче, va ishingdan kasalani qichiqni olsanglar o'shanda qilamiz. Tayyormisizlar keyin shartlar? Ha, ketdi. Like bosib kiraveramiz. Despedindo, né? A partir de agora vai começar.